Xo'sh, mana buni qo'ysam, keyin buni qo'ysam, tayyor fermam. Ana, chiroyli chiqdi-yu. Ana. Barcha salom do'stlar, sizlar bilan yana Krist. O'tgan videoda aytgandim, suvga yutib oldik, ferma qurib beraman deb. Ana shu ferma mana bitdi. Mana ichida molim bor. O'tgan videodagi yutgan olmoslarimizni sizlarga ko'rsataman. Mana yerda maxfiy baza ochganman. Ana. Qalay, yaxshimi? Endi mana sandig'im ichida olmoslarim bor. Mana. Mana hozircha yotib dam olaman, ertasi kuni o'zimni qolgan ishlarimni qilaman. Ertalab tushibdi-yu. Ertalab tushibdi-yu. Tashqariga chiqaychi. Molim yaxshimisan? Xullas o'zimga yana bitta mol olmoqchiman. Bozorga borib kelishim kerak. G'aznamni yana bitta ko'rib qo'yaychi. Meni qani g'aznam? Voy, uxlab ketishibdi-yu, g'aznami. Obbo, jin ursin. Voy. Ashuncha oltin olmasa, mayli, bir gap bo'lar. Mol bozorga borib kelaychi. Pulimni olishim kerak. Jin ursin. Bo'pti, mol bozorga borib kelaychi, bir gap bo'lar. Akkancha, mana o'tinlarimni tashash esimdan chiqib qolibdi-yu. Obbo, olmasam kim olib ketdikini? Bunimi. Obbo. Mayli, bir gap bo'lar. Boraychi endi mol bozorga. Mol bozorga ham yetay deb qoldim. Voy, Kristo, olmoslarini men olganimni bildirmasligim kerak. Nima dedi hozir? Olmoslarini men olmaganimni bildirmayman dedimi? Voy, ayyore, ashobdi-da. Salom fermer, yaxshimisan? Yaxshimisan, Krist? Men yana bitta mol olmoqchiman. Yaxshi mollaringdan ko'rsat. Xo'p, oldingdagini olishim mumkin. 15 ta zumradga. Xo'p, mana shuni olsam maylimi? Ha, mana shuni olaver. Bo'pti. Mana 15 ta. Oldingmi? Ha. Olib ketaver endi. Ha, olib ketaver. Xo'p. Qani, men bilan yur, mol. Bo'pti, rahmat. Bo'pti. Yur. Yaramas. Olmoslarimni ana shu olibdi-da. Galvars. Qarab turishini qara menga. Men u fermerda uyni qaydaligini bilaman. Kechqurun tunda uyga boramiz, do'stlar. Kela qol. Hozir endi uyga borib tayyorlanishim kerak. Uyimga ham kelyapman, va nihoyat. Kelyapsanmi, sigirim? Voy, voy, voy. 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 Voy
kela qol. Kechqurun anavi sotuvchini boplab ta'zirini beramiz. Kel, sherigim bormi netdi. Shu yerda turibdi. Uyi mana uni sekin qani uxlayapti-kan yaxshi. Sekin eshikni ochamiz. O'zimizga kerakli narsalarni olib oldik. Sekin uxlayapti-kan. Mana shu sandig'ida deb o'ylayman. Eshikni yopib qo'ydik. Qani? Voy, ana ko'rdinglarmi? Hammasini olamiz o'zimiznikilarni. Oxirgisi oldim. Sekin, qani qaraylikchi uxlayaptimikin? Uxlayapti-kan. Sekin uyga ketdik endi. Uyimga ham kelib oldim. Eshik ochamiz. Kelib oldik. Endi uxlayamiz. Ertalab tushibdi-yu. Musaffo osmon. Endi narsalarimizni qo'yishimiz kerak. Sandig'imni olaman. Pastga qo'yishim narsalarimni. Olmoslarim. Qo'yamiz joyiga. Ana. Endi sandig'ini ochib, ichiga narsalarni solib qo'ysam bo'ldi. Ana, hamma yo'g'im taxt endi. Endi tepaga chiqaman. Mollarim turibdi-kan. Ana do'stlar, digitaldan narsalarimizni ham olib oldik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.